bilgansiz siz. Qarangda, demak siz keyin kelyapsiz a? Siz bitta oldin kelyapsiz. Birinchi ishtirokchi 5-odam edi. Amakim 5-odam bo'libdi bugungi kunda. Nech pul to'lov qildingiz? 530. 530 ming. Xo'p, 5-odam 50% to'lov qilish kerak edi. 50% chegirmasi bor. 530 bo'lamiz 265 ming qaytib beramiz. Nima, masli bilan filtrlar boshqa narsa bo'lmagan-a? Bitta valga ko'pmi? Ha, bitta vahli ko'p qo'yapsiz. 1 2 3 4 5 265 ming. Hop, 50% to'lov qilamiz. Yana 2 kishi bor bugun kechgacha. Ularni ham sonini aytib qo'yganmiz. Birda 5 kishi edi hozir. Ha, birinchi ishtirokchi 5-ishtirokchi edi. Yana nechinchidan raqamni aytib video olib qo'yganman. Nimaga siz xabaringiz ham yo'q edi bundan? Bir syomka olib tashib qo'ying-da. Syomka ketyapti. Ochkida.